Esselamu Aleyküm muhterem inim Vakkas. Bugün bir hasiyetli günken, bugünkü gün sizin təvəllüdünüzün 76 yıllığı. Bundan 76 yıl burun hani vatanımız Uyguristan'ın G'ulji şehrinde şu vilayet Milli İnqilabı partılığantı. Sizin atınız Abbas Qari akam, ananız Gülbike Adem, şu bolğan şu vilayet Milli İnqilabıga qatnaşıplı qalmasdan, şunun dağınlık ofitserleri derecesiga ko'tarilganti. Şular bizge Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kurup berip bizge miras qaldırğanti. Siz şunda ulug' ata, ulug' analarning farzandi bolğaşqa, sizning tomiringizdagi qon shularning jo'shqin qini edi. Shuning uchunmi taqdirning taqozosi bilan qarindosh qozoq eliga chiqib boshpana topgan vaqtlarimizda sizning tomiringizda shularning qini sizga aram bermadi. Şuna butkul anlık hayatınız Uyghur halkı için begishlanib ketdi. Siz mana cho'ng bo'ldingiz. Lekin ömrünüz zayi ketmedi. Siz ba'zilardek o'zining pashisini qo'rib yashamadingiz. Sizning butkul anlık hayatınız Uyghur halkının tarixini, Uyghur halkının jangovar hayatını qarindosh xalqlarga tanitish, taritish, shuni targ'ib qilish bilan o'tdi. Siz topgan taginingizni Uyghur xalqining saodati uchun, Uyghur xalqini tanitish uchun, Uyghur xalqining matbuoti uchun sarf qildingiz, taqdim qildingiz. Sizning yodingiz xalqimizning taqdiri bilan chambarchas o'tdi. Siz bu yo'lda nelarga bormadingiz? Men sizga ergishib qarindosh Vengriyaga borgandim. Men sizga ergishib demokratiyaning beshigi bo'lgan Amerikaga borgandim. Siz şu demokratiyaning beshigi bo'lgan Amerikaning Oq saroyining oldida turib shuyaladimi bizning xalqimizning, yana ota-onangizdan miros bo'lib qolgan ay yulduzliq ko'k bayrog'ini lapanglatib vatanning da'vo dasturini qildingiz. Men uningga shohidman. Sizning ömrünüz zayi ketmedi. Mabadı biz atalarning armon qilgan kunlariga Uyg'ur davosi qilib qo'ymishaga keldik. Shu davoni oxiriga yetkazalsak, siz bilan bizdan baxtliroq odam bo'lmaydi. Men tug'ilgan kuningizning hurmatiga ukam bir she'r sizga sovg'a qilay. Ulug' atalardan qolgan bir miros, Uyg'uristonga ega bo'lolmadik rost. Payg'ambar yishidan o'tgan turug'liq, kimlarga yalvorib deymiz hayhannos. Qul a'uzu bi rabbin nas, malikin nas. Allah'a ahimiz yetibdi vaqqas. Bulduğa ay yulduz tuğni tiklisak, yaraysan demesmi Desturup Abbas.
Mening bu ko'ngil so'g'amni qabul qilg'aysiz, Qadina ukam. Ömrünüz uzun bo'lsin. Siz arzu qilgan arzu xalqimizning maqsad muddaosi. Siz ulug' orzuyingizga yetishni Alloh nasib qilsin. Biz arzumizga yetgan kunlarda didorlashni Xudo bizga nasib qilsin. Ömrünüz to'g'raqdek uzun bo'lsin. Maqsad muddaoyingizga yeting. Amin.